Yerimde musiqa. Это прошу прощения, какое действие приглашаю? Дата собрания. Çıktık prezident oldilariga. Juda qiyin. Mana qarang, prezident sizga полный поддержка beradilar. Alisher nima desa ham aql beraman deydi sizga, to'g'rimi? Har doim. Kichkina resurs bilan qandoq biz effektivlashamiz? Ya'ni İşimizin bu haftaki asosiy aspektlari bo'yicha sizni maslahatlaringizni olmoqchi edim. Payshanba kuni hurmatli prezidentimiz Xorazm viloyatiga safarni amalga oshiradilar. Yaxshi keldinglarmi? Mana qoraqalpoq qizlarim, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir venturный fond prezident ochib berdi. Venturный fondga 10 million dollar qo'ydilar. Ishlanglar, qo'ymanglar hech kimga. Dodda borib olinglar. Hamma eshiklarni ochinglar. Hamma bor bilimingizni ishlating. O'zbekiston uchun, O'zbekiston qizlari uchun, dunyo qizlari uchun. Marrani baland oling. Prezident har qanday yordamni ayamaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan tortib Toshkent shahrigacha nechta shundan kelgan? Xitoydan, Ozarbayjon, Iordaniya. Прическа buzishga harakat qiladi. Shamolni qarang. Красиво, да, постама? Biz chiroyli. Главный инженерimiz o'sha yerda, hammasini hal qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ketizdan ulgurishga harakat qilamiz. To'rtta stul qolsa, suvlar ham to'rtta qoladi. Ko'rib chiqing, e'tiborli. Natijalar men uchun yuragingizda bir boshqacha hissiyotlar bor. Chunki qarang, bu katta missiyaning bir qismi bu baxt, bu g'urur, bu qizlarni ko'zidagi ishonch ko'rib, ishonasanki, ertangi kunimiz porloq. Chaqqon qizlar, tasdiqlayman. Prezidentdan sizlarga katta tabrik. Sizlar bilan g'ururlanadilar, sizlarni yaxshi ko'radilar, sizlarga ishonadilar. Bolachalar bilan keldim. Birga bo'lishga vaqt bu ham imkoniyat. O'shanga olib Kostyumlar ham zo'r. O'xshagansiz. Ciao. Oldimdan bo'lmagan настоящий международный уровень. Планы очень много. 4 kun tugadi. Yana qo'shilsa yana 5 kun qo'shaverardim. Ой, что с вами? Работал? Ой. Bunaqa muzikada. Jaydar qizman deyman. Shu O'zbekistonda Jaydar bo'lib ko'p bo'lganman. Mana uchun sharaf, hayotinglar yaxshi bo'ldimi, o'quvchilar hayoti? Ajoyib. Siz bilan Imom Buxoriy yurtida ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Wow, thank you. I'll put it on my table. Kitobga rahmat. Prezidentimizning islohotlarini, natijalarini ko'rib turish bu juda katta baxt. Men uchun bu katta baxt, chunki har kunlarni ko'raman. Ertalabdan kechgacha ishlaydi. Dadamni oq sochlarini, natijalarini dalda bo'lib turish men uchun bu missiya.